Meni tiriklay ko'mding-ku. Bu kuningdan o'lganing yaxshi emasmidi? Assalomu alaykum dada. Assalomu alaykum. Dada yaxshi o'tiribsizmi? Qanaqa pul bu? Doktorlar nima dedi? Bu doktorlar ham qizimni kasalni aniq sababini bila olmayapti. Rosa maqtashganiga olib boruvdim. Mana buni qarang. Tuppa-tuzuk, o'ynab kulib chopqilab yuruvdi. Birdaniga yura olmay, gapira olmay qolganini qarang. Mana men bilaman sababini. Sen sutxo'rlik bilan shug'ullanganing uchun. Kasofati bolaga urdi. Men o'g'lim ko'pchilikka yordam beryapti, mushkulini oson qilyapti. Saxovatli o'g'lim bor deb xursand bo'lib yursam, sen yaramas. O'zi zo'rg'a kelgan odamlarni foizga pul berib, to'nini yirtar ekansan-da. Dada, O'char. Seni mana shunaqa harom pullaringni deb bola bechara qiynalyapti. Eskilar bekorga aytishmagan. Halol pishib chiqadi. Harom teshib chiqadi. Sen o'g'il bo'lib meni tiriklay ko'mding-ku. Bu kuningdan o'lganing yaxshi emasmidi? dada, Meni sendaqa o'g'lim yo'q. iltimos dada, unaqa demang. Dada.